Client server moduli haqida gaplashamiz. Client server modulini o'tgan safar ham ozroq tushuntirib ketgandim. Bugun to'liq tushuntiraman. Client server moduli qanday ishlaydi, Abdulla? Client server modeli klientdan so'rov yuboriladi va server uning savoliga qarab javob beradi. Savoliga javob jo'natadi, serverdan ma'lumot jo'natadi. Shunaqaroq. Ketdikmi? Xuddi shunday mijoz, ya'ni klient serverga so'rov yuboradi. Server unga javob yuboradi. Ya'ni tarmoq ilovalarini tashkil etishning markazlashgan usuli deyiladi bu. Keyingi sahifaga o'tsak, server ya'ni xizmat ko'rsatuvchi. Server doimiy, ya'ni 24/7 rejimda to'xtovsiz ishlaydi, tarmoq qilingan bo'ladi. Mijoz uni topa olishi uchun o'zgarmas manzilga ega bo'ladi. Agar uni manzili o'zgarsa, uni topish qiyin bo'ladi. Har safar o'sha o'zgargan manziliga murojaat qilishga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun serverni manzili o'zgarmaydi. Vazifasi deyilgan mijozlardan kelgan so'rovlarni qabul qiladi, qayta ishlaydi va natijani yuboradi. Masshtabliligi ko'pincha ma'lumotlar markazlarida, data center joylarida ishlatiladi degani. Ya'ni serverlar ko'pincha katta datalarda ishlatiladi. Ya'ni datalar serverlarda turadi demoqchi. Ma'lumotlar. Foydalanuvchi qurilmasi. Bu laptop, ya'ni notebook yoki telefon bo'lishi mumkin, har qanday qurilma bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu yerda yozilgan aloqani har doim mijoz birinchi bo'lib boshlaydi degani, o'sha klient birinchi bo'lib so'rov yuboradi deganda, keyin server unga javob qaytaradi. Vaqtinchalik ulanish doimiy tarmoqda bo'lish shart emas. Ya'ni boyagi serverga o'xshab bu doimiy manzilga ega bo'lish shart emas. Xohlasa IP'si o'zgarsin, xohlasa o'sha mintaqa o'zgarsin, joy o'zgarsin, bunga farq qilmaydi. To'g'ridan to'g'ri aloqa yo'q. Mijozlar bir-biri bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashmaydi, faqat server orqali bog'lanadi. Ya'ni bizning muloqotimiz ham o'sha server orqali bo'lib turibdi. Misol uchun qanday bo'lyapti? Biz Telegramda gaplashyapmiz, to'g'rimi? Meni misol uchun so'rovim Telegramga boryapti, Telegram serveriga. Sizlardan keladigan so'rov ham o'sha Telegram serveriga boryapti. Ikkalamizni o'rtamizda muloqotimizni bog'lab turish vazifasi ham o'sha Telegram serverlariga yuklatilgan. Shunaqaroq. Mana so'rov va javob jarayoni. Klient so'rov yuboradi, server unga javob qaytaradi. O'rtada qanaqa ishlash anaqalari bor-da, qayta ishlash, uni filtrlash mexanizmlari bor. Masalan, DNS bor-da, DNS degani o'sha domain name system deydi. O'sha sen bilgan, misol uchun qanaqadir veb-saytning nomini, masalan kun.uz deysizlar, o'sha domen uni IP ga o'zgartirib beradi. Ya'ni server tushunadigan tilga o'zgartirib beradi. Xuddi shunday o'sha misol uchun server tushunadigan tilga so'rov boradi serverga, server o'sha tilda javob qaytaradi. Domain name esa uni klientga yana o'girib beradi, klient tushunadigan tilga o'girib beradi. Shunaqaroq. Xo'p. Serverni topish, IP va DNS. Hozir tushuntirdim DNS serverda. DNS server nima qiladi? Mana bu yerda ko'rsatilgan. Misol uchun, men bu notebookdan google.com deb so'rov yuboryapti serverga.
DNS serverga. DNS server bu nomni IP ga o'zgartiryapti, IP nomiga almashtiryapti va IP bilan serverga so'rov yuboryapti. Server qayta ishlayapti, uni ma'lumotlar topyapti va bu yerdan u to'g'ridan-to'g'ri Google'ga, ya'ni laptopga, kompyuterga so'rov tashlamaydidagi, yana DNS serverga olib boradi. DNS server keyin shu nom bilan kompyuterga qayta ishlab beradi. Tak, aloqa protokollarini o'rganib chiqish kerak. Aloqa protokollarini o'rganib chiqasizlar. TCP, SSL nima, TCP nima, IP ni o'rgandik. UDP bor. Ularni o'rganib chiqish kerak. Protokol nima? Mijoz va server o'rtasidagi muloqot qoidalari. Qoidalarni o'zbekchasiga qoidalar degani, inglizchasiga, ya'ni biz gaplashadigan tilda protokol deydi. HTTP bor. HTTP web sahifa uchun standart protokol. HTTP dan ko'ra xavfsizroq versiyasi HTTPS. TCP ma'lumot yo'qolmasligini va tartib bilan yetib borishini ta'minlaydi. UDP tezlik muhim bo'lganda ishlatiladi. Video, o'yinlar, grafika bilan ishlaganda ishlatiladi. Masshtablash ma'lumotlar markazlari. Bitta server millionlab so'rovlarga dosh bera olmaydi. Yechim virtual serverlar va ma'lumotlar markazlari. Ya'ni misol uchun Google bitta serverdan javob bermaydi-da. Misol uchun Google'da minglab serverlari bor, ya'ni Google va Amazonning minglab serverlari bor. Bizga so'rov yuborganimizda eng yaqin serverdan javob qaytaradi. Eng yaqin va eng tez, qandaydir eng yaqiniga so'rov yuboradi, qandaydir soniyalar kechiksa javob avtomatik keyingi serverga o'tib ketadi. Shuning uchun ham Google yer yuzida mingdan ziyod serverlari bor. Shunaqa. Keyin peer to peer bog'lanish bor. Peer to peer bog'lanish bilan klient mijoz, ya'ni klient server bog'lanishlarning farqini bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Misol uchun, mana klient server boshqaruvi, ya'ni moduli markazlashgan boshqaruvga ega bo'ladi, chunki bunda server bo'ladi. Serverga bog'liq, server o'chsa tizim to'xtaydi. Ma'lumotlar markazda saqlanadi, ya'ni serverda saqlanadi. Peer to peer da esa boshqacharoq. Markazda server bo'lmaydi. Har bir kompyuter ham mijoz ham server, ya'ni qanday? Kompyuter ham mijoz ham ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Ya'ni bitta serverda saqlamaydi. Faqat o'zini qurilmasida saqlaydi. O'zini kengaytirish xususiyati bor. Ya'ni peer to peer tarmoqqa yana qo'shimcha biror bir qurilma ulasalaring bo'ladi. Afzallik va kamchiliklari. Afzalliklari: markazlashgan xavfsizlik va boshqaruv. Bu klient serverda afzalliklarida ma'lumotlarning ishonchli saqlanishi, ya'ni siz serverga ma'lumot yuklaganingda avtomatik u backup oladi. Foydalanuvchi qurilmasi uchun kuchli bo'lishi shart emas. Ya'ni seni qurilmang kuchli bo'lishi shart emas, chunki xavfsizlikni server va uning qurilmalari ta'minlaydi. Kamchiliklar: yagona nosozlik nuqtasi, ya'ni boya aytganimizdek, agar server o'chsa, tizim ham o'chadi. Yuqori trafik paytida server yuklanishi, ya'ni so'rov haddan ziyod oshib ketsa, server yuklanishda muammoga duch kelishi mumkin. Serverlarni saqlash qimmatga tushishi mumkin. Server narxlari juda qimmat. Bu yuqorida aytib o'tgan jarayonimiz. So'rov yuborish, so'rov qilish bilan o'qib chiqamiz. Amaliy misol ko'rsatilgan bu yerda. Yuboruvchi xat yuboradi, server qayta ishlaydi, bu yerda filtrlanadi. Qabul qiluvchiga borish jarayonlari ko'rsatilganda bu yerda. Buni ko'rib chiqamiz. Xulosani o'qib tushunib olasizlar.
Hop, bu bilan bu bo'lim tugadi. Shu bilan keyin hozir endi peer to peer bog'lanishni ko'rib chiqamiz. Peer to peer bog'lanish, ya'ni 2 bog'lanish. Peer to peer arxitekturasi nima? Peer to peer arxitekturasi ma'lumotlar almashinuvi markaziy serverga minimal tayangan holda yoki umuman tayanmasdan amalga oshiradi. Ya'ni peer to peerda markaziy server bo'lishi mumkin. Ya'ni minimal degani har bitta qurilmadan ma'lum miqdorda ma'lumot saqlaydi yoki umuman o'sha server bo'lmasligi ham mumkin. O'sha serverdan foydalanmasak ham bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri aloqa kompyuterlar bilan bir-biri bilan bevosita bog'lanadi. Xo'p, qayerlarda foydalanadi? Tizim foydalanuvchilari odatda uylar, universitetlar yoki ofislarda oddiy kompyuterlarda foydalanishi mumkin. Serverga bog'liq joyi yo'q, doimiy ishlab turuvchi always on server ehtiyoji yo'q. Peerlar tarmoqqa xohlagan vaqtda ulanishi va uzilishi mumkin. Bu esa boshqaruvni qiyinlashtiradi. Taqqoslash. Qaranglar. Client server tizimi, mana bu server desak, xohlagan qurilmalardan so'rov yuborsa, avtomatik so'rov keladi, to'g'rimi? Peer to peerdachi? Peer to peerda har bir kompyuter mijoz ham server ham hisoblanadi. O'sha hubda ishlash strukturasi bor edi-ku, hammasiga tarqatadigan. Bunda ham xuddi shunday, xohlagan qurilmangdan xohlagan ma'lumotni olishing mumkin. U qurilma sendan ham xohlagan ma'lumotni olishi mumkin. Ya'ni olish mumkin deganda sug'urib olmaydi, ya'ni sen yuborishing mumkin deb tushunsak bo'ladi-da. Afzalligi bunda boya aytganimizdek markaziy server bo'lmaydi yoki bo'lsa ham ma'lum miqdorda ma'lumot saqlagani uchun yuklama uncha tushmaydi. Client serverda esa, ya'ni serverlarda o'zida esa qancha ko'p yuklama ortib boraversa, so'rov ortib boraversa, o'sha serverning ishlash jarayoniga ham ta'sir qiladi-da, serverlar qotish boshlaydi. Bunda unaqa emas. Peer to peerda. Peer to peerda o'zi maksimal 8 ta, ko'pi bilan 8-10 ta kompyuterni bir-biri bilan bog'lash tavsiya etiladi. Undan ortig'iga yuklama hosil bo'lishi mumkin. Chalkashliklar yuzaga keladi. Muammosi: fayl tarqatish vaqt foydalanuvchilar soniga qarab chiziqli o'sadi. Yuklama ortgan sari tezlik pasayadi. Tak. Bu client serverda muammosi. Boya aytdik-ku, so'rovlar qancha ko'p bo'lsa, yuklama ham shuncha ortib ketadi. Yechim sifatida bo'lgan peer to peer. Ya'ni peer to peerda unaqa emas. Peer to peerda har bitta kompyuter ham mijoz, ham klient bo'lishi mumkin. Tak. Peer to peerni boshqa ilovalar bilan bog'lash mumkin. Misol uchun o'yin o'ynagan payti, lokal o'yin o'ynagan payti telefonni, qanaqadir adashmasam Counter Strike'ni mobilniy versiyasida o'sha Wi-Fi tarqatibmi, qurilmalarni bog'lab o'ynagansizlar-ku, xuddi shu narsa peer to peerga misol bo'ladi-da. NAT bo'lmaydi, ya'ni globalga chiqmaydi, faqat lokalda ishlaydi. O'sha peer to peerga misol bo'la oladi. Video stream qilishlaring ham globalga chiqarmasdan faqat lokalni bir-birlaring bilan, ya'ni 2-3 ta kompyuter bir-biri bilan muloqot qilsa, bu ham peer to peerga misol bo'la oladi. Tizimning afzallik va qiyinchiliklari. Afzalliklari: arzon narx, chunki bunda server bo'lmaydi. Server bo'lmagani uchun qimmatga tushmaydi. Yuqori tezlik bo'ladi. Ishonchlilik: bitta tugun ishdan chiqsa ham tarmoq ishlayveradi. Ya'ni bitta kompyuterlarning ishdan chiqsa, qolgan kompyuterlarga ta'sir qilmaydi. Qiyinchiliklar:
tizim markazlashmaganligi sababli nazorat qilish qiyin. Ya'ni nazorat qilish qiyin deganda qanday? Sizda misol uchun 10 ta kompyuter bo'ladigan bo'lsa, 10 ta kompyuter ham mijoz, ham server bo'lishi mumkin. Bu degani 10 ham bir kishi birdan boshqara olmaydi. Ya'ni 10 ga ham birdan so'rov yuborib, birdan so'rov qabul qilish mumkin emas. Har biri bilan alohida muloqot qiladi. Serverda markazlashgan tizimga ega bo'lgani uchun, ya'ni serverga ega bo'lgani uchun, serverda nimani o'zgartirsangiz, qolgan foydalanuvchilarga ham xuddi shu narsa bir xil o'zgarib boradi. ECP yuklanmasi provayderlar uchun katta va nazoratsiz trafik hosil qiladi. Xavfsizlik, zararli dasturlar tarqalishi oson, chunki bunda o'sha to'sib turuvchi firewalllar, xavfsizlik devorlari, ya'ni firewalllar bo'lmaganligi uchun zararli dasturlar o'tib ketishi mumkin. Xo'p, afzallik va maxfiylik masalalari. Peer-to-peer tizimlarda ma'lumot qayerda joylashganini bilish uchun markazlashgan ma'lumotlar bazasi ishlatiladi. Ya'ni bu aytdik, qisman ma'lumotlar bazasi ishlatilishi mumkin peer-to-peerda. Har bir peer-to-peer bazasining bir qismini saqlaydi. Ya'ni har bitta qurilmadan ma'lum miqdorda bir qismini ma'lumotlarni saqlab borishi mumkin server. Anonimlik bo'lmaydi, ya'ni IP manzillar ochiq ko'rinadi. Bu bilan siz anonim bo'lmaysiz, ya'ni tarmoqda ko'rinmas bo'la olmaysiz, iz qoldirasiz. Ishonch. Tasdiqlangan markaziy manba yo'qligi sababli yuklab olinayotgan fayllar zararli bo'lishi mumkin. Bu yuqorida aytdim. Xulosa, markazlashmaganlik, ya'ni server yo'qligi. Peer-to-peer serverga bog'liq bo'lmagan foydalanuvchilar bevosita bog'lanadigan model. Mastaplash, foydalanuvchilar resurslar ham iste'mol qiladi, ham taqdim etadi. Ya'ni o'sha boya aytdim, har bir qurilma klient yoki server bo'lishi mumkin. Amaliyot, fayl almashish, video qo'ng'iroqlar, kontent tarqatish keng qo'llaniladi. Kelajak blockchain va kriptovalyuta texnologiyasining asoschisi hisoblanadi. Qisqasi shu, peer-to-peer bilan klient serverda o'qib kelamiz, o'rganamiz hammasini. Keyin savol javob qilib, keyingi darsda o'tamiz. Yana bir 3-4 dars o'tganimizdan keyin o'zi amaliyotga ham kelib qolamiz.